Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Raydim va bugungi videoda men yangi qishloqchaga ko'chib keldim do'stlar. Mana qishloq 12-qishloq do'stlar. Voy, mana qishloq. Do'stlar, siz aytishingiz mumkin, kreativdasan deb. Chunki men masalan igrok bo'lib, o'yinchi bo'lib, masalan, ya'ni player bo'lib ko'chib kelganim uchun vaqtinchalik mana shu anaqani berdi. Tvorческий типа anaqani atigi где-то 2-3 minutga berdi narsalar olishimga. Ko'p narsa olmadim, o'zim kerakli narsa oldim va ifsho menga yetadi. Hozir o'tish kerak. Ana do'stlar, выживание mana o'zi o'chdi. Ketishyapti do'stlar. Tez ishimni qilib olishim kerak. Hop, yetadi. Hop. Ketdik do'stlar. Mana menga qaranglar, jitillar qarashyapti. Yaxshi, rahmat, lekin bu mayli qo'y. Hop. Botga morkovka ekan, ya'ni sabzi. Davayki sabzini qo'yamiz bolalar. Yaxshi ishlaydi. Mana bu ham tez qo'shishim kerak. Mana bu kartoshkani qo'yamiz. Hop. Vay. Mana bu kartoshkani qo'yamiz do'stlar. Qani. Bo'l. Yaxshi. Stop. Nima bu? Bunaqa yumshoq narsalar bizning qishloqda yo'q edi-ku. Mer, nimaligini bilmaysizmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Men ham bilmayman. Oddiy prosta tushunmovchilik bo'lsa kerak, mer. Ketavering, merjon. Do'stlar, lekin men baribir qo'shim kerak nimaligini buni. What? Olmos bloki. Bola deysizmi? O'zimga anaqa olib chiqmasam bo'lmaydi. Topol kirka. Xo'sh do'stlar, tez kiyib olmasam bo'lmaydi. Xo'sh, kiyib oldik. Hech kim yo'q. Meran uzoqda ko'rinadi. Xo'p. Ketdi bolalar. Vatay, to'xtayli. Bu ish qilishdan oldin bittadan fakkel olib turaman bolalar. Xafa bo'lmaysizlar. Endi o'tib qorong'i bo'ladi do'stlar. Конечно, fakkel olish kerak. Do'stlar, sizlardan like va podpiskani so'rab qo'yar edim. Kattakon rahmat. Davay bolalar. Ketdi. Vah. Ana. Mana zo'rida qaraydi do'stlar, oz qorong'i bo'lib qoldi. Ana yana yorug'. Voy, hozirgina qo'yganda. Mana do'stlar, voy. Voy, mana bu fakil bor ekanmi? Nimaga? Mayli. Davay bolalar. Stop. Do'stlar, mana shular hammasini meniki bo'l. Hech kim bergan bo'tdi, lekin fakil bor ekan, lekin menga farqi yo'q. Hammasini olaman. Do'stlar, men boyman. Do'stlar, men boyvachcha. To'xtanglar. Nima bu? Sandiq. Bolalar, men bilaman sandiq ichida nima bo'ladi. Aytingmi bolalar, sandiq ichida nima bo'ladi? Ha, sandiq ochaman, butdi 1 stak olmosni blok, 10 stak olmos bo'ladi. Qaranglar do'stlar. Ki o'zimga. Nima bo'ldi? Olmoslarim. Men qaytishim kerak. Olmozlarim. Stop.
Yo'q, 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 yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Ey sen, nima qilding bizni qishloqni? Ana uyga qaragan. Voy! Uzr so'rayman. Men bor uzr so'rayman. Men bilmadim. Rostdan men bilmadim. Men bunaqa bo'lishini umuman kutmagan edim. Uzr so'rayman. Men bor uzr so'rayman sizdan. Iltimos kechiring meni. Iltimos. Men bilmadim bunaqa bo'lishini sizlar qishloqinglar bilan. Xayr. Mayli bo'ldi, bundan qutuldik. Endi pastga. Ay! Sen ben nimaga yetarli o'zsanlikdan va shunaqa tushasan, bilasanmi qanaqa tushasan? Bilasanmi nima qanaqa tushasan? Bratan, uzr. Brat, uzr. Uzr, aka, uzr. Voy, o'ldirib qo'ydim. Mayli, lekin men olmozlarim. Shuncha mehnat qilib topgan olmozlarim yo'q. Voy. Xayrlashdim bolalar. Hozir chiqaman. Hozir bolalar uyimga keldim. Voy, meni kerkam yo'q edi-ku. Ishlar chiqib qopti. Men yana bir bor qarab ko'rishim kerak bolalar. Xo'sh, mashinadan qatdan tushsam o'lmayman. Qatdan tushsam yaxshiroq tushaman, sekinroq. Mana mashinadan sekin-asta tushsam. Ay, belim. Qattiq tushib qo'ydim bolalar. Stop. Olmozlar qani? Voy, krishalar. Mana qishloqlarni juda ham yomon ko'rardim. Bekorga mas ekan bolalar. Mana nima qilgan mana shu ozgina qo'l ushini olib ketibdi, lashta boshla. Endi bolalar bu qishloqda haydasam kerak-ku. Meni gaplarini eshitib bolalar. La. O'zim. Labbi, mer chaqirdingizmi? Chaqirdim. Menga qara. Labbi, eshitaman sizni. Sen qishloqni nima qilding? Qishloqni? Ha, qishloqni nima qilding? Men bilmadim. Men ro'sta u yerda olmozni topdim va olmozni olaman deb hamma joyi oluvdim. Bitta sandiq chiqib qoldi. U sandiqda hozir bilmayman million trillionta olmozlar bo'ladi deb o'yladim, lekin ochildi. Samu qishloqda haydalgan qo'lingga olmozni menga ber. Hop, gap yo'mer. Oling, qishloqda haydadim. Kiyimlaringni olib, remont qilib ketasan, tushundingmi? Hop, bo'ladi. Bolalar, mendagi bunaqa lo'q bo'lib qolmasligi uchun like bosinglar, obuna bo'linglar va ehtiyot bo'linglar do'stlar. Hammaga rahmat va hammaga xayr.